Bizda yonish vaqti 10 sekund. Kiramiz. Bizda yuqori kuchlanish 250 volt norma. Keyingisi bizda bizda возобновление pitani o'z joyiga qaytganida bu kuchlanish bizda 240 bo'ladi. 240 ga tushsa 250 dan qayta yonadi. Xo'p, keyingisi E1. Mana bizda bu E1 zadержкасы 10 sekund qoladi. E2 0.5 sekund. Задержка отключения 0.5 sekund o'chadi, qoladi bu. 3 bu minimalniy напряжение bizda 185 da turibdi ekan, bu ham qoladi. U4 bizda kuchlanish qayta joyiga qaytgan yonadigan 190 volt. Zavodskoy turadi, qoladi bu. Keyingisi 3 bizda qaytadan yonish zadержкасы. O'chgandan keyin qaytadan yonish vaqti 10 sekund, bu ham qoladi. Keyingisi E4 bu biznesi qaytadan yonish avariyli holatdan keyin 0.5 sekund, bu ham qoladi. Kal bu bizda tak bu joyida qoladi va tugadi. Bo'ldi, biz hozir kuchlanish 236 volt normal. Ishlayapti bu ham.